Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz Yangi Jigariston mahallasida, Humoyun marketda, shundoqqina yonginasida 5 sochiqli uyni obzorga kelganmiz. 2 etajli qilib uylarni solib qo'ygan. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek 2 etajli qilib uylarni solib qo'yilgan. Birinchi etaji to'liq bitkazilgan, remontlari zo'r holatda kirib maza qilib yashaydigan. Ikkinchi etaj bo'lsa hali remonti ozgina chala, o'zlaringiz olgan odam bitirib olsa bo'ladi. Mana azizlarim, darvozamizdan kirganda shundoqqina chap qo'limizda 2 xonali vremenkalarni solib qo'yilgan, chiroyli holatda naveslar qilib qo'yilgan. Bu uyimiz Yangi Jigaristonning shundoqqina yuragida joylashgan desak ham bo'ladi. Chunki maktab, bog'cha, magazin 30 metr yaqinlikda joylashgan. Bu xonadonimizda hamma sharoitlari mavjud. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hammasi o'tgan. Bu uyimizni egalari 62 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqingizlar. Mana shunday Yangi Jigariston yuragidan uy qidirib yurgan tanishlarimizga bu videoni yuborib qo'yamiz.